1 soat mana Hazrat Shayx Muhammad Sodiq, men o'zim guvohman, oldilariga soat qo'yib olardi, katta soat. Alloh rahmat qilsin kishi. 15 daqiqa tayyor bo'lish kerak edi, o'zi aytib qo'yardi. Masalan, tushliklari bo'lsa peshindan keyin 1:30. 15 dan 1gacha bo'lardi. 20 ta 15 minut o'tib ketmasdi. Shunday qilib, shuning uchun 200 ta kitob qoldirdilar. Hech ham vaqtlarini shunday qarab turardilar. Behuda gap yo'q edi u kishida. Bizchi vaqtlar umrimizni zoyi qilyapmiz-da. Ko'p vaqtlarim bekorga. Mana ayollarda ham juda ham umrini bekorga sarflab yuboradi. Ha? Ja qiziq gap bor-ku, bir kun ertalab nimalarini mollarini, sigirlarni cho'ponlar olib ketar ekan-ku. Chiqarishar ekan ayollar. Chiqarib ketdi. Keyin ikkalasi gaplashadi. Bunisi ham bunisi qo'shni. Gaplashib mollar yana qaytib kelgan Shomga. Ular gaplashurgan. Ertaga gaplashmalarimiz chala bo'lib qoldi dermish. Ha, ayollarda shu gap. Telefon bechara tutuni chiqib ketadi.